Dadam. Marojni yalayapsanlarmi? Bittan yo'talgan din yirtaman. Nima bilan qilyapti? Sharikqa ishir bolam. Dada. Bir soat o'tirasan tualetda. To'xtab tur. Nima chekding? Sigaret. Ol bolam. Hammasini tiq og'zingga. Tort. Tutun orqangdan chiqsin. Orqangdan chiqar tutunni. Chiqmayapti. 14 человек расстрелял сегодня в парламенте швейцарского кантона Цуг неизвестный преступник, переодетый в полицейскую форму. Нападавший покончил с собой на месте преступления. Qo'lning qichyaptimi? Ko'ryapmanman. Budka birontay degangan qo'ling sindiraman. Hani şaptalını ver, şaptalını. Ey yashaylar. Zo'rmikan? Abida zo'r. Ich. Oxirigacha nafas olmasdan ich. Bo'ldi. Qo'rq to'ldimi? To'ldi. Endi bir sutka tualetga kirmaysanlar. Qistasang qisib o'tirasan, tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan. Abida, hammani maftun qilding. Ayoni nima qilib qanday ta'min chiqargani biriga bir olgan ko'p. Tema. Tema jonim, nima qilyapsan? G'alati bo'lyapman. O'zim mazam yo'q jonim. Tema. Jonim. Shani shig'oman dishishimdan chiqib qolibdi-ku. Dada. O'zingga yoqqan pozani tanlab olam. Şeker kollarından şerbet içermen. Ben sado kutmoqdaman. Dada, assalomu alaykum. Bola. Dada, faxriyorlik oldim. Nimani olding bola? Subotniyda ikkita ishlaganim uchun zo'r ishlaringni berdi. Marandes bunga bermadimi? Yo, bunga hech narsa bermadi. Buni dadasiga ham bermagan, bunga ham bermadi. Mani faxrim. Ertaga yana olib kelaman, dada. Yo, okey. Sog'im dedi mehringni. Adajon, yana sizga faxriyorlik olib keldim maktabdan. Ye bolajonim, nimadan olding endi? Doska bilan partani zo'r artganim uchun berdi menga faxriyorlik. Padaringga chalpak sani o'qituvchilaring faqat ishlatyapti, nima bola? Bu nima qildi? Bunga berdimi, yo'qmi? Bu boshqa maktabga ko'chib ketdi. Sani dadang ham ko'chib yurardi, xafa bo'lma, sen ham ko'chib yuribsan ekanda. Bor yo'qol uylaringga, bor yo'qol uyingga o'yna. Bor, hayda buni. Hayda buni. Dada, men ertaga yana faxriyorlik olib kelaman. Yo, obke bolam, endi bu safar sen ona tili matematikalardan ham ol bola, faqat ishlab olib kelyapsan bolam. Bersamoq kutmoqdaman. Dada, yana faxriyorlik olib keldim siz uchun. Ana nimadan olding? Mahalladan damkon berdi. Daraxtlarni yaxshi oqlading bolam dedi. Yerlarni zo'r og'darganingiz uchun senga faxriyorlik beraman dedi. Pul olibga faxriyorlikni o'rniga 1000 ta faxriyorliging bor. Pul olibga menga. Nima qilaman faxriyorligingni? Buni borku, ani o'qigan iching o'tsa, ani qilasan. Amaki, assalomu alaykum. Sinfdoshingmi? Sen qanday unday bilding? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Men bu o'g'lingiz faxriyorlik olib kelgan payti sizdan boshqa maktabga ko'chib ketgandim. O'shanda algoritm skulga o'qishga kirganman. Qanaqa skul? U yerda darsliklar bolani qobiliyatiga qarab yo'naltiriladi. Malakali zo'r ustozlar dars beradi. Rus tili, ingliz tili, o'zbek tilida darslar o'tiladi. U maktabda mana bunaqa faxriyorlik bermaydi. Zo'r o'qigan o'quvchini 6 oyda bir marta chet elga sayohatga yuboradi.
keyin 11-sinfda ham imkoniyat bor. U yerga o'qishga kirsa, davlat institutlari, chet el institutlariga 100% o'qishga kirishiga kafolat ham beradi. Zo'r joy ekanda. Faxriyollik nima qilayman dada unda? Hammasini yig'gan 1 kilo go'sht olib qani ko'raylik beradimikan? Bu. Nima olib kelasan unda uyga? Qog'ozni to'ldirib. Makana turaga ber. Men ertaga Sog'indi dil mehringni, sog'indi yana va yana. Soflan! Voy o'lay. Soflan! Shomil aka, nima bo'lyapti? Dadam vayeniydan pensiyaga chiqqan. Komanda berishga o'rganib qolgan. Xo'p deb turaver, xo'p. Tarqal! Tarqal! Tushunmadim askar yaxki. Nima senga adin taklifnoma kerakmi, ha? Ha, uzr dadajon, men Dadangiz uyingizda bo'ladi. Astavet qaytarilsin. Kelin uchun hamma o'ntada anjumani. Kelin uchun. Qil, sassiq askar, qil. Asabga tegma, sassiq. Sen bu bolang bor, turay. Sen ham bolang homilador bo'lsan. Rota подъем! Подъем! Qayerda yursasan? Ana ona qilyapti. Nimani aniqlayapsan? 14 sekundda kelishing kerak edi. Kelin qani? Tushunmadim, kelin necha sekundda kelyapsiz? Ha? 13 sekundda askar mana shu yerda bo'lish kerak. dada bo'yandim-da. Gap qaytarmaydi askar. Kelin uchun hamma presidaniya 10tada o'tirib turamiz. Hay, ber. Sen o'tirma, bolang bor. Sen bolang bor deyapman. Kelin Ruslan. Nima qilyapsiz? Dada kiryapmi? Qo'lda yuviladi, tushundingizmi? Bunga qancha ko'p kir yuvsangiz, shuncha eskirib qolishi mumkin. Bundan keyin qo'lda yuvasiz, tushundingizmi? Dadajon, nimaga? Buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi, askar. Yomon qilaman lekin, borasan tegmanglar. Qomat Ruslan. Nima qilyapsiz, kelin? Xaldingning eshigini ochib turmaydi, u buziladi, kelin. Xo'p, dadajon. Xo'plamang menga. Xo'plab hamma ishni qilyapsiz-ku. Dada, bo'ldi-da endi. Men ataylabdan Larettoni sifatli texnikalardan olib kelganman. Bular uncha-munchaga buzilmaydi, dada. Chunki Italiyani texnologiyasida ishlab chiqarilgan. Motoriga 10 yil, servis garantiyasi 3 yil. Dada, bechara keliningizni ham qiynavordingiz. Maza qilib ishlatsin shu Laretto texnikalarni. To'g'ri aytasan, bola. Bechora kelinimni ham qiynavordim. Bu ham birovning qizi. Bo'pti, kelin. 10 ta arjumani qiling, 15 marta o'tirib turing. Sen 20 ta arjumani 15 ta o'tirib turasan. Dada? Dadang ko'chada bo'ladi, buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Nima dadasi? Bor turnikka tortin dedim senga, turnikka bor. Dadajon, men nima qilay? Sen erkak bo'l. Sen erkak bo'l. Cross bugun senga 3 kilometr. Yo'q, men erkak. Voy, sen Bir qarab o'ting, bizga leytenant. Mana suyuqlik top keldi. Buni ichganingdan keyin ko'rinmas odamga aylanasan. Keyin do'konga o'g'irlikka tushamiz, hech kim seni ko'rmaydi. Yo'q. Men-chi? Ha, ich. Mana ichi. qani? Yo'qmi? Ko'rinmayman. Mana, bumi, bu ham emas. Ko'rmayapti. Yo'q. Ketik davay do'konga. Do'konga. Ke orqamizdan ke, qayerda? Qara. Voy, Payni. Keldingmi magazinga? ha, yoningdaman-ku. Qayerdasan? Ko'rinmayapmanmi rostdan? Yo'q, ko'rmayapsan, o'zing ishlayapti. Qara, sirni pachka ol, qayerda bo'lsang ham. Bo'ldi, men bu yerda bor ekan. Real ko'rinmayapmanmi? Yo'q. Ko'rmayapsanmi sen uni? Yo'q, vaqti ko'rmayapti. Yo'q, ko'rinmayapti. Qayerda bo'lsang ham shakar ol. Pastdaman. Kimni pastida? Bilmayman. Shakar ol, qayerdasan? Buncha zo'r ko'rinmaslik. Ejura, abida suvdan ham olaylik. Ba'zasi zo'rda buni. Bunda o'zi aksiya ketyapti. Qanaqa aksiya? Abidan ichamiz, rasmga tushirib Telegram botiga jo'natamiz. Dubayga 2 kishilik chipta yutib olishimiz mumkin. Bundan tashqari qimmatbaho sovg'alari ham bor. Davay. Ko'rinmas, qayerdasan? Shu yerdaman, nima gap? Abidadan bir blok suv ol. Bo'ldi. Bo'ldi. Aka, katta rahmat, pulni sherigimiz to'laydi. Bo'ldi. Narsalarni pulni ber. Menga aytyapsizmi? Senga aytyapman, barakalla. Men ko'rinyapmanmi? Otni qashqasi ko'rinib turibsa, pulni ber. Yo, men qanaqa qilib ko'rdim? Hech kim ko'rgan yo'q meni. Mana. Barakalla. Pulni ber deyapman senga narsalarni. Yo, men rostdan ko'rindimmi hozir? Menga nima berdi anolar? Ichirdi-ku nimadir, ichirdi menga.
Chumo ishondi. Zo'r bo'ldi, как раз Dubayga ishga ketamiz. Ye, уже qamalibdi. Telegram yulduzlarga chiqdi. Ko'zini qara. Paketga solib beraymi, faqat pulli? Qancha ekan? 300 so'm. Men to'layman paket pulini. Mana 300 so'm. Paketingizga 300 so'm to'lov qildim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yoza oling bundan. Necha? 97 talik, 3 ta 0, 4 ta 0. Bemalol. Buyur bosar aka. O'lsa, o'l. 300 so'mga aldanding, ha? 5000 bersa nima qilayding? Narxing 300 so'mmi sani? O'rab tashar aka. Qizimni sinab berganingiz uchun rahmat sizga. Bergan pulimga roziman. Bu go'zalligim umrimning oxirigacha meni boqsa kerak. Bu go'zallikni ehtiyot qiling. Siz esa qizlardan ehtiyot bo'ling, shef. O'rab tashar. Ismi chiroyli ekan lekin. Mana sizga qo'yni quyrug'idan bitta so'm solib berdim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yozing. 3 ta 1, 4 ta 2. Qalbim seniki. O'rab tashar aka. Nahotki siz meni uddaladingiz. Nimani? Qalbimni egallab qo'ydingiz. Sizsiz dunyo qaramlayinmi? Menga qara. Sen bilan ishimiz tugagan. Endi bor, meni bezovta qilma. Boring qol. Telefoningizga 750 so'm paynet qildim. Endi nomeringizni berasiz? Mayli, yozing. 3 ta 4, 4 ta 9. Hayolim o'g'irladi bitta ho'kiz. O'rab tashar aka. O'sha kuni 300 so'm berganingizdan beri yuragim xasta. Sizsiz qalbimni sveti o'chgan. Men nima qilay? Yoritib bering ichiga donak, aloq qo'shib bering. Bor, yo'qol, sen bilan ishimiz bitgan dedim. Haydang. Ustoz, qizlarni o'rash yo'lini bizga ham o'rgating. Sizlarning eng katta kamchiliginglar sochinglarga shakar choy surtib yurasizlar. Men esa Morpheus mana shu shampunlardan foydalanaman. Mana bu aminokeratin. Bunda sochimni yuvsam, mayin, silliq qilib qo'yadi. Sochimni yuvib bo'lgandan keyin fen quritishdan oldin bundan sepaman. Sochimni kuydirmaydi, rangini o'chirmaydi, o'zida shirin hidlar tarqatadi. Chigal, mana bunaqa taralmaydigan sochlarni ham shuni sepsanglar bir pasda taraladi. Mana shundan ishlatinglar, ishoninglar, ishinglar beshik bo'lib ketadi. Ba'zida qo'rqib qolaman. Ishqilib mana shu chiroyim o'zimni boshimni yemasa bo'ldi deyman. O'rab tashar aka. Qalin pulingiz qancha ayting? Qancha desa beraman, faqat meniki bo'ling iltimos. Manaqa kelsan. Manaqa kel. Meniki bo'lasizmi? Ey, meniki bo'laman. Daka. Manaqa. Aka, mana qizingizni oling, jonimga tegib ketdi. Mana pulingiz. Meni tinch qo'ysin bo'ldi. Aka, pulni olaman, qizni olmayman. Nimaga? Men o'zim bezor bo'lganimdan sizni gaplashganman. Bu shunaqa, sensa qo'yib yubormaydi. Kechiring meni, go'zal qiz. Yuragimni egalladingiz. Sevib qoldim sizdan. Ismingiz nima? Qulog'ingizga aytaman, yuring. O'lay. Buni yuragi ham prohodnoy dvor ekanda. Skaminishi. Hayotim shunday musor tashlab oling, sabr qilib turgin. Aka. Do'ki. Bu kim, sevgan qizingmi? Va? Sen sevadimi? Ha, men uni sevaman. Baloni yebsan. Bu seni BMW'chang borligi uchun gaplashyapti. Agar mana shu mashinang bo'lmasin, bir kunda tashlab ketadi, ishon. Nima duosi, aka? Qanaqa bu? Men o'zim krasavchik bo'laman, o'shaning uchun meni sevadi bu. Dahshat krasavchik ekansan. Menga desang o'lib ketmaysanmi? Bu hayotda hamma manfaat uchun gaplashadi. Bilib qo'y shu gapimni. Bilib qo'ying, bu hayotda sevgi bor narsa. Ya sevish menga desang o'l. Ketding hayotim. Haydaysanmi? Jonim, chiroyli bo'lib ketibsanmi? Mana buni tug'ilgan kuningga oldim. Kel bo'yniga taqma. Shilta. Yakida. Hozir. Ha, aka, tinchlikmi? Sevgan qizingmi? Ha, bir-birimizni sevamiz. Baloni yebsan. Bu seni boyliging uchun, mana shunaqangi sovg'alar berishing uchun bu seni yaxshi ko'radi. Agar bermay qo'ygan bir kunda tashlab ketadi. Bo'lmagan gap. Bizning muhabbatimiz chin. Muhabbat bormikan hayotda? Ishon, bu hayotda hamma manfaat bilan gaplashadi uka. Ishing bo'lmasin sani. Kel, jonim taqa. Yo'l, boshqa joyda ber. Bor, meni ko'zimning oldida berma. Yur, nariroqda beraman, yur. Mazmunsiz yillar. Akajon, Tinchlikmi? anchadan beri sizni kuzataman. Kiyimlaringiz ham kirib bo'lib ketgandir. Olib chiqing, hammasini yuvib beraman. Tavba qildim. Bu hayotda manfaat uchun gaplashmaydigan qizlar ham bor ekanda. Hozir 1 minut olib chiqaman. Xo'p. Ketib qolmang. Ketib qolgan 5 ta harf. 1 minut. 1 minut. Voy, o'lagimcha toza yuvdingiz.
Hidi ham bormi? Atir sepganmisiz? Yo'q, kiyimlaringiz temsin porshoqlar dedim. Buni kapsulalari ham bor. Kiyimlaringizda shiroqit keltirib turadi. Yana ranglarni ham o'chirmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng muhimi, hamyon bor. Sen bilaman kelishgan yigitman. Ko'p qizlar lekin pul uchun, manfaat uchun gaplashadi. Siz nega meni tanladingiz? Mendan nima xohlayapsiz? Akajon, sizdan hech narsa kerak emas menga. Voy, o'ylay asalcha. Faqat kameraga qarab, shundoq qo'lingizni ko'tarib, rahmat deb bering iltimos. Bloggermisan? Kontent olyapsanmi men bilan? Reklamangni men bilan olyapsanmi? Turqiginangga sana. Bor yo'qol. O'zi bu hayotda 3 xil xilqat bor ekan. Bittasi manfaat uchun, bittasi pul uchun, bittasi kontent uchun. Yo'qol singlim. 3 gacha sanayman. 5 ta harf bo'lasan. Ya assalomu alaykum shefim. Menga qaralagancha hozirda katta shef keladi. Sizdan ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasa o'sha katta shefni yaxshi ishlab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'yib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, qilamiz shefim. Assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyog'ingiz tagiga krokodil terisidan teris qolaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushimga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avvalda bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio'ni sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Yo, oddiy bezga suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy, nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimiz milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ustidan sho'rva ichasizmi? Ha, bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Ha, bitib ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang, o'zi nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Menga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirkuman. Shef qayerda? Ha, shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini. To'xtang, mana shu yo'li zo'r ekan. Qo'y! Nechinchi yilsan? 98. 41-yilda tug'ilib, urushda o'lib ketsang emasmidi? Qani esimdan chiqib qoldi. Shefim. Shefing o'lib qopti-ku. Qayerda yuribsan? Haligi shef anaqa. Assalomu alaykum. Yuzidagi nurini qarab shefda. Shefim, bitta mana shu hujjatga qo'l qo'yib bering. Pashol. Bo'ldi, tushundim. Qolganini aytmang. Tushundim nima demoqchiligingizni. Yo'q kelsan. Borda yeganing shotini to'la. Siz hali ketdi go'shtdan sho'rva qilib bermoqchi edingiz-ku. Qurt dobi-ye? Ha. O'zi ketim chiqib yotibdi. Samarqandga sizlar taksi chaqiruvmadinglar? Ha, shunday. Kim ketadi? Akam bilan Kenayin. Kenayin? Qani? Akamni yaqinda yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketuvdi. O'shandan beri ko'z oldlaridan ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Borgandan keyin 2 kishini pul beradi. Bo'ldi. Keling akajon. Keling o'tiradilar. Ha, birinchi keling o'tirsin. Marhamat. O'tir Nargiza. Sumkani ber, bagajga qo'yaman. Bo'l. Bagajga ochib yuboring, sumkani qo'y. Og'ir emasmi? Yo'q, nima. Kel jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang-a. Men rashqim yomon. Ya mana yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'yni aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusgisi keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Mana. Tur. Qani? Mana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring.
Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Keyin ham qachon keladi aka? Bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Mazza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashlab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib borib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonni? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdim-a? Seriously? Shunday qiladi, ha. Hayda. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday kelingiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga kelib oldik. Qalay, mazax keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulini to'laysizlarmi bering? Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, muje, gapingda tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Ya bu aldamaydi bu, mujik bu. 8600 yozing. Tualetingizni pulini to'ladim. Endi nomeringizni berarsiz. Mayli, yozing. 91lik. Oyi! Men seni sinagandim. Bitta tualetni puliga aldanding-a? Aka, kattakon rahmat sizga. Ko'zimni ochdingiz. Meni va'da qilgan $100. Siz hali shunaqa odammisiz? Ismingiz nima? Meni ismim O'rab Tashar. Qizlarni o'rab pul ishlayman. Kasbim shunaqa. Salomat bo'ling. Endi to'g'risini aytsam, mana shu husnim meni nonim. Telefonda o'rashim $500. Hayotda ko'rishib o'rasam $1,500 bo'ladi aka. Qancha desang beraman. Mana shu qizni sinab bersang bo'ldi menga. Muammo emas. Selena Gomez bilan Justin Bieberni men ajratganman. Seriozmi? Albatta. Rosa chiroyli tilingizga ekan, rahmat. O'rab Tashar aka, rosa yoqdi. Aka, bu qizingizga rasxod qilish kerak ekanda. Uziga olib berdim tilla. Pulni nima qilamiz? Bo'pti, sen yoningda ishlab turaver. Oxirda hisoblashamiz. Bo'pti, yozib qo'ying aka, eslab qoling. Ketdik. Bo'laloqmi, nima deysiz? Voy, men xohlagan mashina, rahmat. O'rab Tashar aka. Aka, buningiz vobshe kashilotka o'ralmayapti. Mashina olib berdim bunga men. Men senga aytdim-ku, oxirda hisoblashamiz deb, perjevat qilmagan. Ha, bo'pti, perjevat nima u perjevat bo'pti qilmayman. Qilding devanna banna ishqingda jonim yana Buni ham olamiz, buni ham olamiz. Endi nima qilyapsiz? U yog'ingizga qarang, hali o'ralganingizni yozinglar. O'rab Tashar aka, siz tushunmayapsiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan do'konim Dilmuz. Bu yoqda hamma narsani hamyonbop topasiz. Toshkentda 37 ta filiali bor. Samarqandda ham bor. Hammasi arzon, olamiz. Rahmat O'rab Tashar aka. Bariqon. Ha, aka bo'ldi, qizingizni o'radim. Pulni bering endi. Yo'q, bo'ldi, shart emas. Bu qiz menga yoqmay qoldi. Xayr senga. Ha, mani pulimchi? Yo, nima yo'q? Yo, oxir Missiya bajarildi. Hali parashyutimga yelim nima edi? Kir sovunimga kir yuvmabsanlar. Va nihoyat erga tegdim men ham. Yashang. Yura. To'yingga to'yona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelim baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z tegmasi 3 kundan beri go'shiga yotibmiz. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik, orqamizdan baraka kirib keldi-da. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Ahvolimni tushunishga harakat. Dadjon, Oyjon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvara, qarang o'ynagan.
Yep, qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ye, ana svet keldi, ye. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yo'qolib keldi. Texnikalar olyapsiz. O'chira vazina. Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no-frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi borki, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori tokni kam yeydi. Lareto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga uy ishqab. Shaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding-a? Barakanlikmi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib yubordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. Yomg'ir yoqdi, chak, tayyor bo'lding kelinchak.